Assalomu alaykum. Agar siz o'zingiz yoki tanishlaringiz bariatriya operatsiyasini o'tkazmoqchi bo'lsa yoki bariatriya operatsiyasidan keyingi holatda bo'lsa, albatta bu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Men doktor Dilobar, 15 yillik tajribaga ega vrach endokrinolog, preventiv yo'nalish ish olib boruvchi vrach. Kechagida qabulimga bir patsient tarixi va buni, ya'ni bariatriya operatsiyasidan keyingi holat haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Bu patsiyentka menga bir 4 yilcha oldin kelgan ekanlar. O'sha paytda biz sog'lom ishlar, ozish ishlarini amalga oshirgan holatda vazn 100 dan oshib ketganda bir 5-6 kilo vazn tashlaganmiz birgalikda, lekin u vazndan ko'ngillari to'lmagan holatda borib mendan beso'roq bariatriya operatsiyasini qildirganlar va u bariatriya operatsiyasidan keyin patsiyentka plus stress plus bariatriyadan keyin o'sishgan holatlar bo'ladi. Ovqatni kam va umuman yemaslikni boshlagan, ya'ni shunaqa dedilarki, kech faqat kofe ichishga o'tdim dedilar. Ya'ni kofe bilan tirilish holati bo'lgan. Bilasizlar, kofein bu energiya beruvchi mahsulotlardan biri hisoblanadi va shuna oqibatida yuraverganlar. Sifatsiz ovqat yeyish, qo'shimcha vitamin, minerallar ichish bo'lmagan. Va 2 yil o'tgandan so'ng u patsiyentka o'zlari bilmagan holatda homilador bo'lib qolganlar. Ya'ni bu birinchi, ikkinchi farzandga emas. Farzandlari yetarli bo'lgan, lekin bariatriyadan keyin hech qachon homilador bo'lmayman deb o'ylaganlarida homilador bo'lib qolganlar va menga qabulimga, bilasizlarmi, homiladorlikni boshida hali 12 haftalik ham bo'lmagan holatda keldilar. Eng achinarlisi gemoglobin 53, ferritin esa 1.33 holatda keldilar. Bu juda ham achinarli holat. U patsiyentkani tashqi ko'rinishlari rangpar, qo'llari muzdek oqarib ketgan. Agar faqat bu narsa o'zlariga tegishli bo'lganda, men bunchalik qayg'urmagan bo'lardim. Bu qorinlarning ichidagi farzandni o'sish rivojlanishiga ham juda ham ta'sir qiladigan holat. Gematologga borganlar, gematolog temir preparatlarni buyurgan. Hatto ko'pchilik biladi, temir preparatlari bizda 12 haftagacha mumkin emas, lekin gematologga qilgan ishini ham tushunaman. Boshqa iloj bo'lmagan. Biz o'sayotgan homilani gipoksik holatda qoldirishga haqqimiz yo'q edi. Temir preparatlarni bergan. Endi natijasini ko'ramiz va gematolog bitta narsani aytgan: xursand bo'ling agar sizdan sog'lom bola tug'ilsa. Qanaqadir yetishmovchiliklari bilan ham tug'ilishi mumkin degan va bu narsaga men ham nisbatan qo'shilaman, chunki faqatgina sog'lom onadan sog'lom farzand yuzaga keladi. Shuning uchun men doimo aytaman, mana balkim hozir vrachlar ko'rayotgandir, oddiy aholi ko'rayotgandir, biza qachonki anemiyani davolagan holatiimizdagina biz muammolarni 80-90%ni davolab qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni gormonal o'zgarishlar bo'lsin, hattoki hayz sikldagi o'zgarishlar, endometrioz, miomatoz, bularni teg-tegida anemiya yotadi. Shuning uchun men anemiya kursim ishtirokchilari anemiyani qanaqa qilib aniqlash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, qanaqa ovqatlar iste'mol qilganda anemiyani oldini olsa bo'ladi va davolasa bo'ladi, shuningdek qaysi tekshiruvlarni amalga oshirish kerakligi haqida juda ham mukammal bilimga ega bo'lishadi. Kstati, shu bariatriya qilgan va hozirda homilador bo'lib qolgan qizimiz ham bizani anemiya kursi ishtirokchimiz. Aytdilar, Dilobar tavbamga tayandim. Men hozir endi biz kuzatamiz, 12 haftalik bo'lgandan keyin agar rivojlanishi yaxshi bo'lsa u farzandni olib qolamiz yoki ginekolog, gematolog bilan birgalikda balkim homiladorlikni to'xtatishimiz ham mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham homiladorlik rivojlanadimi, rivojlanmaydimi, lekin anemiyani davolashimiz shart hisoblanadi. Va shu o'rinda mana eshitib hozirgi kunda ko'rayotgan insonlar bo'lsa, agar siz o'zingizda holsizlik, bosh og'riqlari ko'p, qo'l oyoqlarda muzlatish, soch to'kilishi,
riski turganda bosh aylanishi, hayz sikli bilan bog'liq muammolar bo'lsa va ayniqsa farzandlaringlarni, qizlaringlarni turmushga berishdan oldin albatta minimum anemiyada kerak bo'ladigan analizlarni topshirishni maslahat bergan bo'lardim. Bu oddiy umumiy qon tahlili va ferritin plus B12, B9 vitaminlari. Bular juda ham muhim va biz Level Med klinikasi bilan birgalikda, agar siz meni noyabr oyida ko'rayotgan bo'lsangiz, 24-noyabrgacha biz aksiya e'lon qilganmiz. Ya'ni shu period vaqti 24-noyabrgacha siz maxsus narxlarda Level Med klinikasida mana shu anemiyaga oid analizlarni mini paketda va maxi paketlarda topshirishingiz va o'zingizda qanchalik holatingiz qanaqaligini va anemiyani to'g'ri tashxislash uchun kerak bo'ladigan analizlarni tekshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu imkoniyatdan foydalanib olishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Men hali izohlarda qoldiraman klinika bo'yicha ma'lumotlarni va shu o'rinda sizlarga savol bermoqchi edim. Agar meni ko'rayotganlar ichida bariatriya operatsiyasini o'tkazgan insonlar, siz bariatriya operatsiyasidan so'ng o'zingizda umumiy qon tahlili, umumiy oqsil miqdori, ferritin miqdori, shuningdek B12 va B9 miqdorlarini aniqlaysizmi va bularni bilasiz, oshqozon yarim ketgandan keyin, chunki oshqozonda B12 vitaminini aktivlashtiradigan kalsiy omili bor. Mana shu bariatriyadan keyin yo'qolib ketadi. Shuning uchun tashqaridan biz doimiy ravishda bu qo'shimchalarni berishimiz kerak. Mana shu momentlarga e'tibor berasizlarmi? Kerakli paytda tekshiruvlardan o'tib, kerakli paytda vitaminlarni, minerallarni, temirni iste'mol qilasizlarmi? Mana shu haqida bilgim keladi va umuman menga qanaqa savolinglar bor? Ya'ni anemiya bo'yicha, bariatriya bo'yicha, bariatriyadan keyingi holatlar bo'yicha qanaqa savolinglar bor? Men u kommentariyalarni o'qib, yana alohida sizlarga video olishga harakat qilaman. Barchalarni kommentariyada kutib qolaman.